Salom qizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, sog'liqlaringlar yaxshimi, kayfiyatlar yaxshimi? Bugun nima haqida aytmoqchiman? Kimni xabari bor bo'lsa yoki yo'q bo'lsa, bu oy oxirida xudo xolasa O'zbekistonga bormoqchimiz. Rosa ham qiladigan ishlarim ko'p. Sababini ko'pchilik qiziqyapti, so'rayapti. Nimaga hozir borasizlar? Koreyadagi tanishlarim ham YouTube'imni kuzatgani uchun bu to'g'risida birato'la hammaga aytib qo'ya qolishyapti. Bu videoni qilyapman. O'zbekistonga o'zimizni ishlarni qilishdan, sog'lig'imizni bitta hammasini tekshirtirishdan tashqari asosiy sabab bu to'y. Bizda xudo xolasa to'y bo'ladi. Qaynimni uylantiryapmiz. 3 yildan beri qidirib va nihoyat qizim topildi va bizda may boshida to'y bo'lib o'tadi. Koreyada bu hozir 1-2 oydan keyin yomg'ir sezoni boshlanadi. Hozir avgust oylarigacha faqat yomg'ir yog'adi. Juda ham ko'p yomg'ir yog'adi. Havo bulut bo'ladi. Issiq bo'ladi, to'g'ri, lekin yomg'ir. Issiq yomg'ir. Mana shu paytda ko'pincha uyda o'tirib qolinadi. O'shaning uchun Koreyadagi tanishlarimiz ham so'rayapti, nimaga hozir ketyapsizlar? Ya'ni may hozir o'sha cherry blossom anu payti chiroyli, hamma yoq yaxshi aylanadigan payt, nimaga yoz o'sha issiq kunlarida, yomg'ir bo'ladigan kunlarida bormayapsizlar deb. O'shaning uchun bu narsa bizga bog'liq emas. Chunki to'y bor. Mana turmush o'rtog'im bitta ukalarini to'yda ishtirok etishlari kerak va biz ham shuning uchun ham to'y munosabati bilan biz aynan aprel oxiri mayga borishga qaror qildik va biletlarimizni ham sotib olib, chemodanli настроенияda o'tiribman. Yig'ib ketsam bo'ldi. Yaqinlarimni ham sog'indim albatta. Oldin yoshroq bo'lgan paytim 2-3 yil ko'rmasam ham yurgan ekanman, lekin hozir katta bo'lganim sari onamni tez sog'inib qolaman. Musofirchilikda yashashni ham o'ziga yarasha nozik tomonlari bor. Qiyinchilik deb aytmayman-u, nozik tomonlari bor. Va nimaga vohli endi qattiq nuqtasi, nimaga vohli bormayapsiz? Siz ham kelinsiz-ku degan savollarni oldim. Bir qator Koreyadagi tanishlardan ham, O'zbekistondagi tanishlardan ham shu o'zi kamchilik bilan gaplashib tursam ham, lekin shulardan shunaqa savollar oldim. Xizmat qilmaysizmi? Borib yordamlashmaysizmi degan savollar. Bu gaplarni menga aytishgandan keyin, bu savollarni menga berishgandan keyin, aytgancha men ham kelinman-ku deb men o'ylab qoldim. Lekin oyijondan so'raganimda, oyijon ozgina vohliroqga olaylikmi? Balkim qanaqadir ishlar bordir, yordamlashish kerakdir bu narsaga desam, "Yo'q bolam, sizlar o'sha paytda kelib, to'y o'tkazib ketsanglar bo'ldi" deb aytdilar. Ya'ni shunaqa, shuning uchun ortiqcha qanaqadir xizmat, qarashish, ish qilish, bir narsalarga borishim shart emas. Biz mehmon bo'lib borib, to'y o'tkazib, keyin yana Koreyaga qaytib kelishimiz kerak va albatta o'zimizni ishlarimizni ham bitirib, men o'zimni, turmush o'rtog'im o'zlarini va sog'lig'imizni hammamizniki. Xudo xolasa men уже nimalar olishni boshlaganman. Nima, alohida zakazlar bo'ladi, katta naborlar bo'ladi va bizda har doim ham sotuvda bo'lmaydigan narsalar, masalan, chiqib qoladi. Shunaqa narsalar so'raydiganlar chiqib qoladi. O'sha narsalarni zakazini olishni boshlaganman va kargoni ham o'sha paytda chiqaraman deb o'tiribman, kutib o'tiribman. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam. Va albatta mana bunaqa narsalar ham bizda har doim ham nimada yo'q, sotuvda yo'q bu narsa, chunki og'ir, buni odamlarga tushuntirib, qanaqa zo'r narsaligini bildirib, o'qigandan ko'ra bo'lsa ham kam boradi. Shundoq ketgan, ya'ni zakazlarga ketgan paytlari bo'lgan. Shuning uchun kimni masalan maxsus zakazlar bo'ladigan bo'lsa, uni Telegramdan yoki Instagramdan yozsanglar bo'ladi. Lekin bu narsa bilan rostdan men o'zim maza qildim butun qish bo'yi va yana shunaqa ko'p ishlatmaganman. Endi mana ma'lumotga tushdi. Va meni juda ham ko'p nimalardan olib chiqqan. Terilar qurib ketadi-yu, shunaqa paytda shunaqa zo'r namlaydi. Hidi ham shunaqa zo'r, haqiqatda nima qilib qo'yadi. Teriga zo'r ichiga kiradi, so'riladi va yumshoq qilib qo'yadi. Hech qanaqa yuzaga qolib ketib, bir xil kremli bo'ladi-ku, yuzida qolib ketadi. O'zini bunday sursanglar, o'sha yerda o'zi ho'l bo'lib turadi, lekin ichiga singmaydi, namlamaydi. Unaqa emas, zo'r namlaydi. Masalan, bu narsani от души tavsiya qilaman. Kimga masalan mendan olishingiz shart emas, lekin qayerda ko'rsanglar, olib ishlatishingiz mumkin. Chunki ko'pincha gaplashib qolaman ayol qizlar bilan, aynan shu badan uchun uxudlarni ham ko'pincha so'rashadi. Losyonlar, har xil skrablar yoki-da mana shunaqa body butterlar bo'lsa olardik. Ham juda ham quruq, namlik yetishmaydi, qo'limda namlik yetishmaydi deb bu universal, hamma joyga ishlatsa bo'ladi. Birinchidan hajmi katta, ikkinchidan sifati zo'r, juda ham olib ishlatishga arziydigan mahsulot. Tavsiya qilaman. Katta jирный harflar bilan tavsiya qilaman. Olib ishlatsanglar bo'ladi. Xullas, menimcha savollarga javob berdim. O'zbekiston haqida. O'zbekistonga borganda xudo xolasa yangiliklar bo'ladi. Bu haqida Telegramda, Instagramda kuzatib tursanglar bo'ladi. Hammaga xayrli kun.